siniq sohasida gematoma qon yig'iladi yoki harakatlantirsangiz qon tomirlar yoki nervlar jarohatlanib qolishi mumkin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Berdiyev Bunyod Toshboyevich, travmatolog ortoped shifokoriman. Bugun sizlar bilan sport travmasi haqida gaplashamiz. Ya'ni sport vaqtida travma olganda nima qilish kerak, qanday yordam ko'rsatish kerak, undan keyingi tibbiy yordam qanaqa ko'rsatilishi kerakligi haqida to'liq ma'lumot beraman. Tasavvur qiling, siz sport vaqtida travma oldingiz. Misol uchun tizza bo'g'imi yoki boldir oshiq bo'g'imi sohasidan. Birinchi navbatda o'sha sohaga dam berish kerak, ya'ni pakoy berish kerak bo'ladi. Agar boldir oshiq bo'g'imi sohasida cho'zilish, paylar cho'zilishi yoki suyaklar sinishi kuzatilsa, o'sha sohaga pakoy berish kerak, ya'ni shinalash kerak yoki karton qog'oz bilan bog'lash kerak bo'ladi. Pakoy berishning sababi, agar o'sha sohada paylar cho'zilgan bo'lsa, og'riq birdan sezilmaydi. Sekin-sekin kun davomida o'sha sohada shish paydo bo'ladi, og'riq kuchayib ketadi. Yoki qattiq travma olganda, boldir oshiq bo'g'imi sohada suyaklar singanda, siniq sohasida gematoma qon yig'iladi yoki harakatlantirsangiz qon tomirlar yoki nervlar jarohatlanib qolishi mumkin. Shuning uchun agar o'sha sohada og'riq bir paydo bo'lib keyin yo'qolgan taqdirda ham albatta o'sha joyga pakoy berishni unutmang. Ikkinchi navbatda o'sha sohaga muz bosish kerak yoki muzday qilib biron bir marlini yoki biron bir materialni bog'lash kerak bo'ladi. O'sha sohaga muzday qilib, muzday bo'lgan sohada o'sha joyda qon tomirlar yorilib, qon tomirlar mahalliy giperemiya, ya'ni o'sha sohada tana haroratining ko'tarilishi bo'ladi, qon tomirlar kengayishi kuzatiladi. Agar muzday qilib muz qo'yilsa yoki холодный bog'lam qo'yilsa, o'sha sohadagi qon tomirlar torayib, qon quyilishi kamayadi va so'rilish bosqichiga o'tadi va og'riqlar kamayib, o'sha sohaga yaxshi yordam beradi. Uchinchi navbatda o'sha sohani shinalash kerak bo'ladi yoki biron bir karton qog'oz bilan bog'lab, o'sha joyga harakatni cheklash kerak bo'ladi va agar qon ketayotgan bo'lsa, qonni to'xtatish uchun jugutlar bilan bog'lash yoki oddiy materiallar bilan bog'lash kerak bo'ladi. O'sha joyda qonni to'xtatish kerak bo'ladi. Qanday holatlarda zudlik bilan travmatolog ortoped shifokoriga murojaat qilish kerak bo'ladi? Birinchi navbatda jarohat ochiq bo'lsa, ya'ni suyak sinig'i ko'rinib turadigan bo'lsa, albatta zudlik bilan travmatologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda agar o'sha sohada kuchli og'riq bilan birgalikda shish kuzatiladigan bo'lsa va harakatlar cheklanadigan bo'lsa, travmatolog ortopedga murojaat qilish kerak bo'ladi. Uchinchi navbatda agar tizza bo'g'imi sohasida menisklar yirtilgan holatda, ya'ni bo'g'im bloklanib qolsa, bo'g'im bukilgan holatda ochilmay yoki ochilgan holatda bukilmay qoladigan, bo'g'im sohasini ichida sanchuvchi og'riqlar bilan kuzatiladigan bo'lsa, travmatolog ortopedga shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. To'rtinchi navbatda agar oyoqlarda uvishlar, oyoq muzdashlari, birdan kuchli og'riqlar bilan birgalikda kuzatiladigan bo'lsa, albatta travmatolog ortopedga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agar jarohat ochiq bo'lsa, qon ketish kuzatilayotgan bo'lsa, qon to'xtamayotgan bo'lsa, unda albatta travmatologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ko'pchilik sportchilar sport travmasidan keyin quyidagi holatlarda xatolikka yo'l qo'yadi. Birinchi navbatda sportchilar paylar cho'zilganda yoki travma olganda og'riqni his qilmaydi. Sportni davom ettiradi. Keyinchalik bu og'riqlar paydo bo'lishi va shishlar bilan kuzatiladi. Og'riq yo'q degani siz travmangiz tuzalib qoldi degani emas. Bu kamida 3-6 haftani o'z ichiga oladi. Ikkinchi holatda o'sha paylar cho'zilgan yoki travma olgan joyni masaj qiladi. Ya'ni bu holat yaxshi emas. Bu qon tomirlar yorilgan yoki paylar cho'zilgan bo'lsa, masajdan keyingi holatda bu joyda og'riqlar kuchayib ketadi. Shishlar paydo bo'lishiga olib keladi. Uchinchi navbatda esa agar tizza qopqog'i chiqadigan bo'lsa yoki oyoq panja sohalarida suyaklar sinishi kuzatiladigan bo'lsa, o'shani o'z xohishi yoki yaqinlari orqali joyiga solishga harakat qilib ko'radi. Bu juda noto'g'ri harakat hisoblanadi. Tezlik bilan dam berish kerak bo'ladi va travmatologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Sport travmasidan keyin tezroq tiklanish uchun nimalar qilish kerak bo'ladi? Birinchi navbatda shifokor travmatolog nazoratida reabilitatsiya o'tash kerak bo'ladi. Suyak va bo'g'imlarda travma olgandan keyingi o'zining protokoli bor. Shu bo'yicha davolanishni davom ettirish kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu
travmadan keyingi tiklanishni tezlashtirib beradigan, oqsilga boy bo'lgan va uglevodlarga boy bo'lgan, kalsiy va fosfor, makro mikroelementlarga boy bo'lgan ozuqaviy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Uchinchisi, fizioterapiya qilish kerak bo'ladi. Ultratovush, lazer bular esa shish va og'riqlarni kamaytirib beradi. Albatta, travmadan keyin eng muhimi sabr hisoblanadi. Har bitta jarohatni joyini ma'lum vaqt o'zini reabilitatsiya vaqti bo'ladi. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta, 6 oygacha o'sha vaqtda o'tgandan keyin tuzalish bosqichi tugaydi va sportga yana qaytish, tiklanish vaqti davom etadi. Shuning uchun siz tiklanish vaqtini to'liq davom ettiring. Agar ertaroq sportga qaytib qo'ysangiz yoki mashg'ulotlarga qaytib qo'yadigan bo'lsangiz, jarohatlar yana qayta tiklanish holati kuzatilishi mumkin va bu asoratlari reabilitatsiya vaqti yana ham cho'zilib boradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Travmatologiya va ortopediya haqida bironta savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Ularga javobni to'liq shaxsan o'zim yozib qoldiraman.